إن الحياة قليلة لذاتها. Kuldirish va yig'latishni Alloh o'ziga nisbat berdi, qarang. Huwa adhaka va abka deyapti. U zot kuldirdi va yig'latadi. Kuldirdi va yig'latdi. Chunki qarang, agar kulish va yig'lash insonning qo'lida bo'lsa, inson faqat kulish kerak, hech yig'lamasligi kerak. Hech kim xohlamaydi yig'lashni. Lekin shunga qaramasdan shoh ba'zan yig'laydi. Hamma narsa uning qo'lida, dunyo ne'matlari. Lekin shoh yig'lab o'tiradi qarasangiz. Va ba'zan gadoga qarasangiz, qo'lida hech narsa yo'q, lekin ko'tarilgan kalladek kulgan, xursand hayotdan. Aslida nimasi bor kuladigan, uni xursand bo'ladigan? Hayotiga qaragan odam unga qarab yig'lagisi keladi aslida. Lekin qarasangiz, gado kulgan, ba'zan shoh desa yig'lagan. Ba'zan ko'ring, bir inson qimmatbaho ulovda ketyapti. Yonida xotini, tillalar taqib olgan, bolalari, istagan o'yinchog'i bor bolalarning qo'lida. Lekin qarasangiz, bir boshida bo'lib humrayib ketaverishadi. Hayotdan xafa hammasi. Hamma ne'mat bor, kulgu sabablari bunday qaraganda, lekin hayotdan xafa. Endi buni muqobilda bir odam ketyapti qarasangiz, bir mototsiklga minib olgan, orqasiga xotinini mindirib olgan, oldiga bir bolasini o'tkazib olgan, xotini bir bolasini quchoqlab olgan. Qarasangiz, bunday achinarli holatga o'xshaydi, odam rahmi keladigan, hozir yiqilib ketsa nima bo'ladi bular deysiz. Lekin hammasi xursand o'shalar, kulib ketishyapti. Bir odam dasturxonda qarasangiz, yo'q ne'matning o'zi yo'q. Lekin hamma dasturxon boshida xumrayib o'tirgan bo'ladi. Bir odamning oilasida qarasangiz, dasturxon boshida qotgan nonni suvga botirib yeb o'tiribdi. Lekin hamma kulib o'tiribdi o'sha dasturxon boshida. Mana shundan bilasizki, huwa u Alloh kuldiradi, yig'latadi. Odam o'zicha o'ylamasmi, o'zicha kulyapman men, o'zimcha yig'layapman. Yo'q, bu borlig'ida tasarruf, ya'ni boshqaruv Allohning qo'lida. Aks holda shohlar hech qachon yig'lamasligi kerak edi. Aks holda gadolar hech qachon kulmasligi kerak edi. Lekin Alloh kuldiradi va yig'latadi. مثواكم جنات خلد كلنا يدعو بها جهرا وبالخلوات. مثواكم جنات خلد كلنا يدعو بها جهرا وبالخلوات. يدعو بها جهرا